Uyg'ur yazg'uvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Qavus hayvatlik bezalgan Nissanni haydab daryo bo'yidagi bir ko'tirma oshpizilga bordi. Ular qip-qizil poyanda selingan tik ham idiz pallampaylar orqali ikkinchi qavatga chiqdi. Qayoqdandir ko'rib qolgan Ahmad hoji yugurib kelganicha qovuzga bo'lakchilar mehmondo'stlik qilib ketdi. Oshxonaning yerimi degidak daryoga usib kirgan edi. Ahmad hoji ularni ostida suvning sharqirashlari anglanayotgan salasundan daryoning u qanotidagi manzaralar ko'rinib turgan aplik yerga o'rinlashtirdi. Ham bir ligan Peter manti bilan ikki taxsa xamsay keltirildi. Ahmad hoji ularni elishsalar, beqishsalar degenicha palampaydan tushib ketib etib pastga qarab, "Hoy balalar deyman. Ikki aziz mehmonga choyni qo'yiq berib turaylik. Ma'qulmi?" deb vaqirdi. Qavus Peter mantini shupulab hadab og'ziga tiqmoqda edi. Lekin turdi Hasan mashina to'xtatish maydonidagi Nissanga pat-patla ko'z tashlaydi. Demasam u mashinalar ichidagi bagzodiga o'xshaydi. "Tunazir, Nissanga texnichalar ko'ngil to'xtatamay turyotamsiz qandaq?" Qavus xamsaydan og'ziga to'lg'ich soldi. Buradarlik kamirini bog'lagan og'inilar uchun u qanchalik ishdi? Texi bumi ba? Qavus sungan 200 ming so'mlik chekni ko'rgan turdi Hasanning ko'zlari yaltirab g'urt dedi yutindi. U ko'nglida boyvachcha Naima uchun jinini oymaydiganda degan o'y lippida qilib o'tdi. Qachonki Naima bilan bo'lgan ishim o'qtasiga kelganda dedi Qavus tamaki tutashtirib etib. Chekning maxfiy nomerini deb beraman. Bo'ldi, xijil bo'lmang deyman. Dadam degan noahli sizni qandoq yo'lga sog'anligi g'amkin chiroyingizdan bilinib turmamdi. Mushu pul bilan oltin do'konini o'zim ochib beraman. 200 ming so'mlik chekning rastligida gap yo'q edi. Ammo turdi Hasan uningga qarab og'zini tamshib, ko'zlarini haytlatsa bo'ladiki, tomdagi jonanning so'ritidek es qaytmaydi. Qavus vaqtani vaqt kelganda bankaga berib, 200 ming so'mlik chekim yo'qoldi deb chekning nomeri ham maxfiy nomerini deb bersa, bu chek turdi Hasanning jonchiqida og'rimay, silimay turibla qazo qiladi. Endi 40 ming so'mlik kona Nissanmi vaqti kelganda 180 ming so'mlik yangi mashinaga aylanib 3 hassa foydasiga mag'atdi. Qavusning plani intayin vahshi bo'lib, nayi ma'nolar qo'lga kirgizish bo'lmay, balki uning Urumchidagi 2 grim do'konining asosiy nishoni edi. Buning uchun pul dunyoga hirisman turdi Hasanni qarmoqqa ilindirib, tasodifiy yuz bergan qonuniy javobgarliklarni shuningga ortmasa bo'lmaydi. Shunga 120 ming so'mlik uzuk, 200 ming so'mlik chek, 180 ming so'mlik mashina amaliyotda turdi Hasanni go'rga so'rab boradigan yemchik edi. Lekin u ko'nglida Qavus boyvachcha Naimani olmay turib 500 ming so'mdek g'ajlab bo'ldi deb to'limi mamnun edi. Ammo Naimaning roziligi masalasida rosa ko'ngil to'xtatmay turadi. Bu Qavus boyvachcha bek koyib ketibsiz. Turdi Hasan hayajon shodligida nima deyarini bilmay qoldi. Biroq men sizning degan yeringizdan chiqolmay qolarmanmikin deb ansirayman. Hammani qilayotgani xotin degan hozozul. Bilaman,
siz o'gay qizingizning o'zingizni lat qilib qo'yishidan ansirayotsiz. Qovuz uning murisini paypaladi. Nayma o'zakni qabul qilib barmoqiga soldimi? Bo'ldi. Qoldisida mening o'ylaganlarim bor. Lekin vaqt kelganda mendan olgan narsalarga tenivamisangiz bo'ladi. To'vadan, boyvetcha, shundoqmi qilamanmi? Chaqchaq, ha, chaqchaq. Qovuz g'alitila hijaydi. Uning hijishiga hil mikr bilan yo'g'rilgan shumliq yoshiringan edi. Qovuzning fursat yetilgan hamon Naimani bulab ketib, nomusini bulg'ash orqali uni bo'ysundirish o'yi bor edi. Agar Naima yuzining to'kilishidan qo'rqmay davron ko'tarib qolsa, Qovuz tegiman deb munchalik pulimni xashladi. Lekin boshqa birsini tepib elib, mendan yuz o'ridi. Buningga dadasi guvoh deyish orqali ota bolaning yuzidan to'kmoqchi edi. Turdi Hasan dastlabda Qovuzning maqsadini anqiramay vahimaga tushdi. Lekin uning hejib turgan chiroyidan "Sana gap kelmaydi. O'gay qizingmi zuvonini ocholmaydi. Agar u popon ko'tarsa, yuzi ketadi. Chunki uzukni qo'liga sog'in tursa" degan suiqasd bilan qizilgan o'rini ko'rgandek bo'ldi. Shundala u o'gay qizi Naimaning nomusini bulg'ab, ondan nikohiga olmoqchi ekanligining tegib yetgan turdi Hasan beshini gildinglatdi. "Uxtum." Ular oshxonadan chiqib mashina qishiga kelganda ko'murchi bala haqida xeylig'icha kusirlashdi. Turdi Hasan bir nimani o'yladi bo'g'ay, xol ayning uni davolatganligini demadi. "Endi u qalanda o'rdan tushdi", dedi Qovuz ochiqda. "Buningdan keyin Naimaning orqasiga kirib olmaydi. Agar yanala burniga suv kirmasa, menga darhol xabar qiling. Uni bir yo'lila jahannamga yo'llayman." "Bo'ladi, cho'qim shunday qilaman. Xotirjam bo'ling." Turdi Hasan mashinaning xo'shliqida xushamatni haq dodiga yetkazmoqda edi. "Ha, rost. Dadangizning 17 yoshli qizga o'ylanibog'ini qandoq bo'ldi?" Ko'murchining adabini bergan yigitlar bir hafta tang-tanglab yurib, dadam degan zinaxo'rning tutgan uyini topdi, dedi Qovuz gartida kekib. Ondan bir kechida besib kirib, ikkisini urib, o'ltirib qo'yg'ili tasli qapti. Hozir heliqib paskina doktorxonada. "Nima? Ag'zam to'rinimi urdi demsiz?" "Shunda qilmasak, mendan gumonlanib qolmamdi. Shunga soqchilar qizni yaxshi ko'rgan yigitning qilgan ishi deb xulosa chiqarishdi." "Mundaqdan." Turdi Hasan ag'zam to'rining yuz peshonalaridagi jarohat izlarining hargiz mashina hodisasida bo'lmaganligini, shundaqla Qovuzning dodisig'imi rahim qilmaslikdek yovuzligini tushungandek bo'ldi. "Qani, mashinaga chiqing. Yo'llarda avaylab haydang. Men taksi yolab ketaman." Turdi Hasan Qovuzning ikki qo'lini qattiq siqib bir chaqqacha silkidi. Ondan mashinaga chiqdi. Shu chaqdala u atdiganki bolkvayni eskaldi. Dehqonlar uningga qasqon deb bekog'ila ot qo'ymabdi ekan. Tinjiqliqidan nafas bo'g'ilib, ses tarhididan ko'zlaringdan yosh quyilib, qisilib, ishilib, Xudo saqlasin undaq kunni. Turdi Hasan cho'ng yo'lga chiqib shahar ichiga qarab yurib ketdi. Bu yerlarning yo'llari keng, ozodi bo'lgani bilan mashina ham odam shalong bo'lg'ashqala xeyli tez haydagani bo'ladi. Turdi Hasan amdila shahar bo'sig'isiga kirib kelishi bilan yo'l chetidagi mashina bekitida turgan soqchi boshlig'i Mahmud Ziyoni ko'rib qoldi.
u mashinasini yondig'ach kabinka eshigini ochib ishorat qilishi bilan Mahmud Ziyo darhol chiqib oldi. Turdi Hasan mashinani haydagach, koni savoqtishi bilan ahvollashdi. Pah, jahonga o't ketamdi nima? dedi Mahmud Ziyo gadallarini sirtib etib. Mashada yashinib qolgan bir hadam bor. Shuni yo'qlab kelishim. Saqchi boshlig'i bekatda mashina saqlasa g'alati turdi ekan. Turdi Hasan kulib qo'ydi. Mashinachi. Mashinaning motoridan chataq chiqib, idora remontxonasida. Hozir uyga ketamsan, idoragami? Uyga. Mahmud Ziyo saytiga qaradi. Tushib qopti. Endi bizning uyda tamoq yeb mang'arsan. Tamoqni boshqa bir kuni yey. Hozir chilonliqqa qaytmasam bo'lmaydi. Ya Allah, qachonli bo'lsa oshundoq oldirashli yurdi ekansan. Endi u el og'inalar bilan orilishib o'tasan. Pensiyaga chiqibsan mana. Kimdan anglading? Turdi Hasan ittiqla qaradi. Ағзам төрідін дәмсән? Қачан? Оныңға, dedi Mahmud Ziyo chekisini tatilab. 15-20 kundek bo'p qoldi. Hey, bu odam 70ga o'lishib qoldi. Qachongacha ishqibozlikni tashlamaydikin tang. Yaqinda bo'lgan bir ishni angladingmikin? Qaysi ish u? 17 yoshlik bir qizni nikohlab ilib, shahar sirtidan uy tutib bergan ishchi. Ozroq anglagan. Qovuz timiz qilib yurib, uyni tepib olgandan keyin bir necha niqoblangan odamlarni kirgizib, shundoq uribdiki, heliqi qiz o'lib qolg'ili tasli qapti. Ағзам to'ra qo'ngada ishton yo'q, o'zini derazadan tashlabdi. Ammo umu tayoqni o'lgidakli yebdi. Xo'p bo'pti. Turdi Nozirning hardoqi chiqqandek bo'ldi. O'ltirib libatchi buzuq qerini. Ағзам to'ra, bu qovuz degan talvaning ishi. Uni 10 yillik solab beringlar deb keladi. Qovuz bo'lsa, bu qeyri pohishvozni qo'sh nikohlik bo'lganlik uchun qo'lga elinglar deb besim ishiltidi. Voy, bu amroq ota balalarning ishini demayli qo'y. Ota bala ikkisi bir-birini yon boshqa elib yiqitish uchun quruq kelmaydi degina. Qo'y bu gapingni. Biz soqchi o'rinlari undaq ishlardan xoli. Mashina harambaq ko'chasiga kirib, uzun mangmayla yeshil darvoza oldida to'xtadi. Mahmud Ziyo tamoqqa taklif qilgan bo'lsa-mu, u o'zini aytib ketib qoldi. Boyatdan beri bo'lingan gaplar. Ағзам to'ri bilan bo'lgan zerikishlik suhbat qilisiga kirib olgan Turdi Hasan sahra yo'liga chiqqandan keyin uni chigish xiyollar o'z ilkiga oldi. Xudoya tavba. Bugun Ағзам to'ra nimalarni deb ketdi? Nima degan yuzsizlik u? Ko'nala qassob molni pichoq bilan so'yar, savdogar odamni pichoqsiz so'yar deb bekor aytmabdi-kanda. 20 tumanlik qarz hujjati rostilla Ағзам to'rining esida yo'qmidi? Asla mumkin emas. Savdogar degan 10 yil oldidagi to'ris yuchiqiga qistirib qo'ygan 10 tiyinni unutmaydi deb bekor demagan. Undaqda lavzi qilganmi bo'lay? Degani qarz hujjatidan o'zil-kesil tanganlik. Lavzi degan eg'izdagi gap deyish orqali sana oltin do'koni echib berish majburiyatim yo'q degani albatta. Amsa undaq hujjat bo'lsa, rostilla qonunliq bo'ladi degani-chi? Turdi Hasanning beshiga tuyuqsiz bir kaltak tushganda qaltirab ketdi. Chunki dahshatli bir gumon Ағзам to'rining suiqasdlik inchki planini yalang'ochlab ko'zitib turibdi.
3 yil ilgari oltin kon echish rasmiyatlari markazdan tasdiqlanib kelgandan keyin Turdi Hasan uni po'lat ishkopiga selib elib, qasdan orqaga surdi. Yüz sog'liq, yo'g'on chaynab o'ginib qolgan tishlarning kameraga kirib ketganligini his qilgan Ag'zam To'ra, kon ishga kirishtirilib 2 yil bo'lganda 20 tumanlik bir oltin do'koni ochib berishni va'da qildi. Bu hujjat aynan yozilsa, ochiq oshkora pora bo'lib qoladi. Keyincha qarshi taraf tenivasa, qonun o'rinlariga ko'rsatkili bo'lmaydi. Shunga Turdi Hasan hujjatni "Men oltin do'koni ochib berish uchun Turdi nozirdan 20 tuman so'm oldim. Bu hujjat qonuniy kuchga ega" deb yozdirib, Ag'zam To'rining muhrini bostirib oldi. Shu kuni ular bu to'xtamni ham kon rasmiyatlarini tabriklab, oshxonada tamoq yeyishib, ozroqdan musallas ichishdi. Kechda Turdi Hasan yan yo'lidagi uy oldiga berib, mashinani amdila to'xtatishiga daraxt orqasidan pichoq ko'targan 2 niqobli odam etilib chiqib, uning yonchiqidagi pullarni hujjat bilan qo'shib elishdan sirt qo'l soati ham kostyum burulkalarini soldirib yalang'ochlab qo'ydi. Ag'zam To'rining hujjatni topshirmasala rostla menga tuhmat qilgan bo'ladilar deyishi bekor emaskanda. Aslida heliqi bulangchilar o'sha qeri do'qning odamlari ekanligi aniqla turmamdi. Agar men hujjatni chiqarib olmasam, menga tuhmat qildi deb ustimdan arz qilishi mumkin. Undaqda zaharlik ilonni o'yg'atmay, singan nenimni yeb yurishim kerakmi? Voy! Ko'zlari chaqchib ketgan, chiroyi kaslan chuktak badrang bo'lib ketgan Turdi Hasan qattiq vaqirganicha mashinasi bir peqiritib yo'l chetidagi kichik o'rmonga kirib ketdi. U vahimali xiyollar ilkida ko'zlari to'rlashib alomat cho'ng bir yuk mashinasining ostiga kirib ketgili tasliq qolgan edi. Soqolliq shofir kabinka derazasidan beshini chiqarib, "O'lgin keldimi? Qo'rqirsoq ablah!" deganicha shallaqqa tukirib ketib qoldi. Astag'firullah, mo pishganlikni. Elimi yaxshi o'rilib ketmadi. Bo'lmasa mashina kordan chiqatdi. Turdi Hasan Begzodisining jarohatlangan yoki jarohatlanmaganligini bilish uchun mashinani cho'rgilab silashga boshladi. Sayila qisqarab, chinqi tush bo'lib qolgan edi. Amrulla tambur kavu barang tegidagi supida hassiga engaktirib, beg'idan kelayotgan bo'sh tambur ovoziga quloq solmoqda edi. Pes, lekin mung zor bilan anglanayotgan bu miskin jarohatlangan yurakdan etilib chiqqan pig'onliq bir nido edi. Amrulla buvay yoshqa to'lgan gunsiz ko'zlari bilan to'nir kavisi, mant kavalari yumulanib yotgan o'giziga qaradi. Mana, aşı cho'q chiyib turgan kaptarxonaning u tarafidagi bog'dan heliqi hasratlik mung yuraklarni alamzoda qilib salqin tarmoqda edi. G'uljining eng qadimi olmalaridan sarim olma, manpaza, limon, stolovoy, stakan olmalarining xushpuroqlari bu bog'ni mushk ambar hidlarga to'ldirgan. Bog'ning o'ttirsida quchoq yetkisiz bir tüp oq o'rik bor. Onunga yo'lapli selingan yog'och supida bosh ham jaynaklari tengilgan. Yuzlaridagi jarohat izlaridan yot nomi bo'b ko'kuch, qizg'ush dog'lar so'z ko'rinib turgan to'g'liq o'rikka yulanganicha dadisining tamburini chirtib o'tiradi. Uni Xalay bilan Ayaz 2-3 kunning oldida doktorxonadan chiqib, bog'dagi mushu supuga o'rin selib berdi. Ular tunugun yana yo'qlab keldi. Akalgan dorilarni qandoq ichirish haqida Amrulla buvayga tushuntirdi. Qaynoq suv saqlash uchun Xalay choydanmi elib chiqqan edi. To'g'liqning nayima to'g'riliq biror xabar olg'usi borligi ko'zlaridan bilinib turadi. Chunki o'sha mehribon qizni ko'rmaganga 36 kun bo'lgan edi.
Xalqay onun ko'ngildagini bilgandek, "Nayima bugun atining ichida kelib qolarmikin?" deyishi bilan Tug'luqning cho'ng ko'zlari shu hamon lip-miliq yoshlarga to'ldi. Albatta, bu yurakdan etilib chiqqan shodlik sharbatlari edi. Xalqay Amrulla buvay bilan xeyli uzun muntashdi. Buvay Xalqayga minnatdorligini aytib yig'layapti. Demasam, dastlabki kunlarda tug'liqni ko'rganligi odam beshini chayqaytdi. Hatta doktormu ümidsizlanib, "Qani, amalini qilib boqaylik, lekin biz Xudo emas" degan edi. Bog' ichidan gudung-gudung ovozlar kelish bilan tug'liq tambirini o'rikka yo'lab qo'yib qaradi. Uning ko'murchi og'aynilaridan Munur, Pida ham haraqkash birodari Zehri o'rikizlar uni yo'qlab kelgan edi. Tug'liqni elib kelgan kuni ular o'tirib kechagacha uningga hamroh bo'lib, og'aynidorchiligini yetkazdi. Bugun nima uchundir Munur bilan Pidaning chiroyini qora bulut qoplagan edi. Tug'liq, o'lishgan seni doktorxonadan amdila ochiqqashqa undimay chiqib ketdik, dedi Munur buyumuq ig'ir talaffuzla. Biz tarsuliq og'aynilardan Isrobil, Doni, Faxrul, Obuhlar bilan maslahatlashdik. Seni urgan hazlaklardan qisos olamiz. Rost gapni qilsam, Pida kirpa qo'llarini shiltidi. Ochchig'imizni chiqarmasa qopchilikda qursog'imiz torasida etilib ketadi degini. Hey Munur. Zehrining o'rib ko'zlari chimchiqladi. Senimi og'ini deb yuribdiq. Boyiqlarning ichida mening ismim chiqmadi. Hamda qara, heliqi guylar 2 romka haraq berib qo'ysalar, o'zimizning odamlarga pashva etib qo'yamikin deb ansirdik degina. Bilqut xazinasi. Uning chaqchiqi hammani kuldiribdi. Nima davatsan voy Munur? Ko'zingni yumib elibla gapim bor deb qilaverdi ekansan-a? Hammasi kulishdi. Chunki Zehri Munurning yumuq laqimini tishlab topgan edi. "Men-chu qara, 1-2 romka qiqib elib mushtlashadigan bo'lsam, o'sin piyanchukning o'zili bo'laman degina." "O'sin emas, shir bo'lib ketsan-da, shir", dedi Pida masxara bilan. "Og'aynilar, chaq-chaqmi qilishdik, lekin ko'nglinglar menga tegil bo'ldi", dedi Tug'luq tamkin holda. "Ularni tonimasak, na'dan topamiz? Birarsining chiroy shaklini daplab bersang, shahardan izlab yurib topatdik", dedi Munur keskin holda. Shu orqali boshqalarning bir-birlab adibini belgili bo'ladi. Zodi birarsini tonib ololmadingmi? Hammasi niqoblik. Uning ustiga kech tursa. Tug'luq ba'zi ishlarni yushirganda qiladi. Qandoqmi to'nig'ili bo'lsin? Hey, undaq qazonga mundaq cho'mish qilmaylimi? Munur og'aynalarga engishdi. Bizmi niqoblanib turdi nazirni hujrasidan besib elib kon yig'ib pichoqni birla taqaydigan bo'lsak, cho'qim biror yep uchiga ega bo'lamiz. Munur, to'la sarangliq qilma. Tug'luq olaydi. Bu ishda turdi nazirning shipigarchiligi bormi yo'q bilmasak, qo'limizda istat bo'lmasa, bekordan bekor yo'lsizlik qilsak bo'lamdi. Әмісі мұшындақлы болды қылымыз мұ? Pida o'rnidan turib ketdi. Rost gapni qilsam, tor so'liqlarning gongongligini bir to'nitib qo'ysak bo'ladi. Sabr qilayli. Naymaning opsi Xalqay Ayazgamla shaharlik saqchiga ma'lum qildi. Og'aynalarining biror qaramliq qilib qo'yishidan ansirgan Tug'luq yolg'on etdi. Ular tekshirib atadi. Bundaq chaqda qalaymaqan harakat qilsak bo'lmas. Endi Xalqay xonimg'u xeyli insofli ayolda qiladi, dedi Munur ikki o'yloq bo'lib.
Lekinse yanıla şu heliqi po'r qursaqning xotinidir. Hey Zikri, dedi To'g'liq og'inalarining diqqatini burab. Sen qachongacha yeb qacha beka qilib yuradigansan? Opang bechorani qoqshatmasang bo'lmamdi. Shoyikan botkichi sening nesiga ishkan horiqingni 300 so'mdan oshdi deydi-ku. Munir uningga go'laydi. Nimandaq odam bo'lmaydigan nimisan? Men doktorxonaga kirib kelishning oldida ovqat qilaman deb 200 so'm olgan edim. Uni qanday qilding? To'g'liq Zehriga maqtaq qadaldi. Anglasam, shoyikamga beribsan-ku. Qariz 500 so'mdan eshib ketgachga shoyikam nesi haroq bermagan gap, dedi Munir alqonlarga urib. Shunga sen bergan 200 so'mni berib baran qutuldi. Og'inilar Zehriga kuyingan ham echingan holda bir haza tarbiya va tanbih bergandan keyin Munir bilan pida xo'shlashib chiqib ketdi. To'g'liq Zehrini eqilib qilmagan yaxshiga qammat. Zikri michildab yig'lavetdi. Bag'ri yumshoq To'g'liq bo'lsa, xol oy hajlang deb unimay yanchiqoga selib qo'ygan 150 so'mning hammasini Zehrining qo'liga tutqizdi. Qara Zehri, velosipeding bilan yezi kamplarni oralasang, bir kundala 10-20 teri yig'ib olasan. Xanzu bozoriga akirib teri yig'ayotgan jallab balalarga o'tkazib bersang, eng oz degandimi 70-80 so'm, bo'lmasa 100 so'mga ishlaysan. Tirikchilik turmushning zinnati degan shu. To'g'liq Zehrining mirisiga urib qo'ydi. O'ylab boqay. Pidadanmi pul opsan? Ishlamaydigan qanday qildi bu? Sana kuyog'il bo'lish oldida turgan odamdan pul so'rashga nomus qilmadingmi? Keyincha singlimning yuziga chepiq bo'lib qolmasin deb beshir oyni oysang bo'lmamdi. Zikri ko'zlarini sirtgach bog'dan chiqib ketdi. Yolg'iz qolgan To'g'liq o'rikka yo'landi. Ondan tambirini elib asta chelishga boshladi. Amrulla buvayga tambir degan laqamning qachon singib qolganligi noma'lum. Biroq yoshligidan tartibla to'y marika bo'libmi mashrablarda ilin naqshilarga tambirni tankash qilib aytib dong chiqargan edi. Donam Mumay o'lib ketgandan keyin Amrulla kichik To'g'liqni orqasiga selib elib, nalardagi mashrablarga elib ketadi. Xuddi oltinga yaqin yursang chengi yo'qidi degandek To'g'liqni bara tambirga ishtiyoq bog'lab qoldi. Mana endi u tambirni chaldi-yu, buvay hossiga ingikini tirab, ko'zni yumgan holda eli naqshlarining payzini siratdi. Mana shu turqidimi u olqinini tizg'i urib bo'sh aytilgan Sodir palvon naqshisini zo'q ishtiyoq bilan anglamoqda edi. Tambir chelavatgan To'g'liqning birdilla ko'z oldida nayima paydo bo'ldi. U To'g'liqqa kulib turib, "Urishsaq bak payzi bo'ladi ekan", davatadi. Turibla bu oq ko'ngil qizning kichik cho'qirdagi simosi paydo bo'ladi-da, To'g'liqning yosh qoplagan ko'zlarida erib yo'qab ketadi. To'g'liq birdilla g'umildigan ovozni anglab osmonga qaradi. O'rik olmalarning shoxlari oralaridan ko'kda parvoz qilayotgan kaptarlarni ko'rib qoldi. Bu dadisining o'g'lini hasratli xiyollardan xalos qilish uchun kaptarlarni ko'kka qo'yib etish chorasi edi. Degandek, kaptarlar uning ko'z yoshlarini, hasrat pig'onlarini Nayima tomon elib ketayotganda qiladi. Ko'zlaridan ixtiyorsiz to'kilayotgan yoshlarini o'z mayliga qo'yib etgan To'g'liq suzik osmondagi kaptarlarga qaraganicha tambirni qayta sozladi. Bu chaqda Amrulla buvay darvozaning taraqlab echilishidan cho'chib ko'zlarini ochdi. Uning oldida so'mka ko'targan ajoyib nozinin bir qiz turardi. Boshdan oyoq
appak kiyinib olgan bu qiz ba'ayni jannatdan uchib chiqqan parizatga o'xshaydi. Cho'ng dada Naima buvayga esilib yig'laverdi. Tug'liq u qini. Naima buvayning javobini kutmayla uy tarafga mengib edi. Buvay uni tutib oldi-da, bog'dan kelayotgan pig'onliq naqsha ham miskin tambir ovozini ishora qildi. Kaptirim qoqma qanot, ko'nglim parakanda mening. Angladingizmi? Bilqut xazinasi. Buvay yig'laverdi. Sizdek oq kaptirini yettirib qo'ygan u notivan yigit kaptarlariga iltijo qilyotidi. Naima samanxona bilan ot eg'ili o'tirsidagi kichik bog' ishkiga qadam oldi. Buvay meni bering degandek bosh isharasi qildi. Naima bog'dagi olma tuplarini dolda qilib, o'rikning orqasiga berib oldi. Shundala u naqshini aniq anglashga muyassar bo'ldi. Ayrilib yardan aziz, yolg'iz beshim g'amda mening. Naima unsiz yig'laverdi. Tug'liq ko'zlarini yumgan holda kim bilandir mungdashmoqda edi. Kaptirim ketma uchib, salma judoliq qamini. Bu judoliq zulmidan ketdi chiroyimning xuni. Tug'liqning yumilgan ko'zlaridan taramlab yoshlar yumilab tushmoqda edi. Uning tambir mo'nglari bilan birlashib ketgan zorlari xuddi bo'ronliq dashtda tinab qolgan bo'taloqning nolisiga, qo'zisidan ayrilgan ohuning faryodiga o'xshab ketadi. Kaptirim ushma egiz, osmonni kazma pastiman, tongla ko'rsang xor emas, maydondagi guldastiman. Tug'liq hordiq yetgandek cho'nqir tindi. Ondan tambirini o'rik shexiga ildi. Ammo toqat qilolmagan Naima o'rik orqasidan etilib chiqdi. Tug'liq, Naima! Ular supi ustida quchoqlashdi. Qiz ko'zlaridagi qiyondak yomrab kelgan yoshlarini surtmay, yigitning jarohat izlarini suymoqda edi. Yumaloq olqonlarida bo'yin yuzlarini silaydi. Ular jonlarga jon qo'shayotganda qitib qilishdi. Yigit ham qizning yoshlari bir-biriga qo'shilib, enak yuzlaridan tomchilaydi. Qizning kirpiklarida esilib turgan qatrlar xuddi gul barglaridagi shabnamga o'xshaydi. Hammani angladim, dedi Naima Tug'liqning yuzlarini surtib etib. Lekin oilamizni oyab hech nima demabsiz. Siz nima degan oq ko'ngil? Bo'ldi, yig'lamang. Tug'liqmi qizning mang'izlarini surtdi. Mana men bir obdan turmamdim. Saqchilarga ularning bir yig'iz gapini anglamadim ham to'nimadim debsiz. Bu rostmi? U ishlar to'g'riliq, faqat hol ayhadam qistab turvag'ashqila. Shuningla dedim. Tug'liq peshonasidagi jarohatini silab qo'ydi. Ammo dadamga tinmadim. Nemishqa amdi? Siz bilmaysiz. Dadamning ishchi kuchlik odam. U bilib qolsa turda nozirni izdashdan yanmaydi. Men sizning ahvolingizni o'qibla bu tarafga mang'ashqa opam bilan ko'p so'zlashamedim. Tug'liq bilan Naimaning qizg'in paranglashayotganligini bog' eshigidan ko'rgan Amrullo buvay bir leganga rosa may bog'lab pishgan olma, shapdol, algratlardan elib boqqa kirdi. O'rikning g'o'li bakmi yo'g'an bo'g'ashqa buvayning kelayotganligini mungdishayotgan qiz yigit ko'rmay qoldi. Lekin buvay o'g'lining ovozini anglab, o'zini o'rikning daldisiga oldi. Meni urg'onlar 8 dak odam. Ularning qo'llarida to'q kaltigi, tayoq ham yal tasmalari bor.
Nima, shuncha ko'pmi? Voy xudoyim, helimi yaxshi, o'sha g'oljir itlardan jiningiz omon qapti. Yo'g'on, gavdilik, to'g'ri, tamak tutashtirayotganda uning yolpi yuzining cho'qir ekanligini ko'rdim. U maydamga dastlab turib, bilib qo'y divani. Nozir Olliburun Naymani menga baxshanda qilyapkan, deb biqinimga bir nechini tepdi. Yolg'on, texi badal to'labdimish? Po'q yetdi u qora to'nguz. Texi u, buningdan keyin Naymaning orqasiga yana kirib olsang, sening jiningni olmoq xuddi tishimning orsidagi chirindini elib tashlayotganchilikli ish, uqdingmi? deb og'zidagi tamaki o'tini yuzimga yoqdi. Agar ularning qo'lida to'p kaltigi bo'lmagan bo'lsa, meni unchalik bo'za qilolmaydi. Shundaqdimi bir nechasining tishini to'kib, qapoqlarini yerib etdim. Bo'lingan gaplarni o'rik orqasida turib anglagan buvayning paxma qoshlari turilib, ko'zlaridan g'azablik ushqinlar chachirdi. Naymi? U zoti kim? To'g'liqning talabbuzi qattiq edi. Qovus Satan degan xotin paras. U oltin kan xo'jayini Ag'zam to'rining o'g'li. Qo'xtu, aslida sizni shuningga bermoqchi ekanda. Ya, opam uni tillab rasvasini chiqarib qo'g'ilib etgan. Lekin dadam nima uchundir uningga yaqinchilik qiladi. Undaqda dadangiz meni qovus orqali urdiribdi-da. Bo'lmasa u ablah meni nerdan bilsin? Farzingiz to'g'ri. Opam dadamni qiyin qistoqqa olganda oxiri u iqror qildi. O'rik daldisida turgan buvay qo'lidagi leganni ularning oldiga qo'yishdanmi untib orqaga yandi. U ichidagi g'azabining bir dilla portlab ketishidan ehtiyot qildi. Nimali degan bilan Nayima o'sha oilaning qizida. Nayima bo'ldi, u ishlarni tagimayli, dedi to'g'liq qizning qo'lini alqanlarga elib. O'zingiz qandoq turdingiz? Ish ovqatlaringiz xeyli saramjon topqandir. Sizga bir xush xabar. Men Urumchi Kazivandagi shopirlik maktabiga berib, sizni tizimlatib, o'qish pullarini to'lab etdim. Biroq o'qish boshlashga yana bir oydak vaqt bor ekan. Dadam Oyaskamning uyida turishga unarmi? Uning ustiga dadangiz bilib qolsa. Xotirjam bo'ling. Dadangiz Oyaskamning tog'asi yoki kichik dadasi bo'lib boradi. Opam, Amrulla akam mening gapimni yirmaydi deydi. Opangiz hol oy, hadam bahasiz ayolda. Dunyoda undaq farishtadek ayollar kam uchraydi. To'g'liq bilan Nayima hol ayni chin dilidan suyunib ta'rifini qilayotganda, Oyaz uni tol bo'ston tegida chin quchoqlab bag'riga besib turibdi. Hol ayning ko'zlari yosh yo'qi edi. Oyaz, qandoqmi qilarman? Hol ay qizirib ketdi. Odat keladigan vaqtdan o'tib ketdi. Kursigimda qolgan o'xshaydi. Nima? Kursigimda qolgan o'xshaydi? Oyaz cho'chib ketdi. Undaqda doktorxonaga akiraymi? Mening Xol ay yuzini epqashdi-yu, michchida yig'layapti. Zodil oldirib etkim yo'q. Shunga talay sinab baqay deyman. Sarang bo'psiz. Bu talay sinaydigan ishmi? Eringizning ahvoli o'zingizga ayon tursa. Agar siz olaman desangizlar, men cho'qim ajirshiman. Ajirshiman? Shundaq haqiqiy ahvolni desam, u meni qo'yib etishi mumkin. Xol ayning uzun kirpiklari yoshdan ho'l bo'lib ketgan edi. Mening dehqon ayoli bo'g'im bor. Umringiz farog'atda o'tgan. Dehqon turmushiga chiday olmaysiz. Siz
sizlar vafosizlik qilmasangiz hammaga chidaydim. Tunazir har ikkimizni bo'sh qo'yib etmaydi. Ularmu o'tib ketadi. Nimalar o'tib ketmagan? Ayaz cheksiz mehr bilan Xolqayga uzun qarab ketdi. Hem jinastidek suz holrang lavlarini bosdi. Biroq orqasidan kelgan oyoq tevishi hem gullarning sholdirlishidan ular darhol ayrilgan bo'lsa-mu kechikkan edi. Oyat bu ularga zahar temib turgan ko'zlarini tikib turibdi. Oyat bu siz tushlik nima tamoq etishni so'ray deb kelgan edim. Lekin sizlar bu yerda mont shupulab yevisizlar. Oyat bu orqaga qayrilibla nimlarnidir g'o'dirg'ash ketib qoldi. Agar bu cho'kanning ko'ngliga insof bermasa, dedi Ayaz uning orqasidan qarab, dachada bir qora bo'ron ko'tariladi. Men qo'rqmayman. Beshimga kelganini ko'raman. Xalqayning chiroyi birdamdala sarg'ayib ketgan edi. Bo'lsa, patroq chiqsin. Meni uchirib dasht cho'llarga tashlasa texi yaxshi. Xalqay gulliklar orasidagi tar chig'il yo'llar bilan asta ketib qoldi. Ayaz uning qarshi yo'qolgacha qarab turgan, u orqaga qarabmi qo'ymadi. 3 kun o'tib ketdi. Qor bo'ron chiqmadi. Turdi Hasan Xalqayga qovuz 20 tumanga hisoblab berdi deb maqtanib bergan Begzoda Nisonni ko'z-ko'z qilish uchun bo'lsa kerak kundala shaharga kirib ketib kashta chiqardi. Ba'zida qo'nib qoladi. Uning ixlosman chiroyidan hargiz bo'ron chiqardigan alfazi yo'q edi. Oyat bu yana nimaga saqlaydi? U hozir hech kimga qaramaydi. Xuddi og'ziga talqon selib olgandek zuvan sürmeydi. Tamaqini etib, çayını qaynitib bo'lib, xo'sh demayla uyga ketdi. U Ayazga tamaq sunib berib, kechikib chiqqaniga Xalqay qandoq ahonatlarni qilib, nimalarni deb ketmadi? Oyat bu er yo'q cho'kan tursa, Xalqayda bar ko'ngil uningda yo'qmikan? Pichoqni avval o'zingga sol, og'rimasa boshqaga degan gapni nemishqimi o'ylamagan bo'lg'itdi. Hozir Ayaz kuniga birer qitimmi bu tarafga o'tmaydi. Uyning oldidagi o'choq atrofida temiz qilib yurganiga qaraganda tamoqni o'zi etib yeyotganligi ma'lum. Bu buruqtirmaliqdan Xalqayning ko'ngli yerim bo'lib, teqmi tushkulishib ketdi. Naima opisidagi bu o'zgarishdan tit-tit bo'lib qanchalab ko'chalab so'rasimi, opisi hech nima bo'lmadim, mijozim yo'q deydi. Doktorxonaga borayli desa, unimaydi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atiki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shanxo kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.